Cho'jalar dunyoga kelyapti. Cho'jani qarang, yurib. Bo'l, chiqing. Mana shu uskunani sotib olib, siz oyiga 4 million daromad qilsangiz bo'ladi. Uskunaning tan narxi 6 million so'm. Bu nima deb qiziqayotgan insonlarga yaqinlab olib keling-da. Mana 3.7 xazina brendida ishlab chiqarilgan inkubator. Ko'chma raddom bu uskunalar. Videoda oxirida sizlarga jarayonini ham ko'rsatib boraman. Ichkarida tuxumlar o'zlari ochib chiqyapti. Bularda tan narxi 1000 ta tuxum sig'adi. 1000 ta tuxum hozirgi kunda 4 ming so'mdan ochib berishyapti ekan. 4 million so'm degani 21 kunda ochib chiqadi. Kattarog'ini oladigan bo'lsangiz, bu 13 million so'm, bu 1 oydan 12 million daromad olib keladi. Ya'ni 3000 ta tuxum sig'adi. Bunisi bor, 265 ta tuxum sig'adi, 21 kunda ochib chiqadigan inkubator stanok. Buni narxi 3 million so'm. Videoga like bosib qo'ying, sizga hozir jarayonni ko'rsataman. Minimum mana shu uskunamiz $500 daromad olib kelyapti. Ichkarida hozir cho'jalar dunyoga kelyapti. Cho'jani qarang, yurib. Bo'l, chiqing. Mana shu uskunalarni sotib olib, yaxshigina daromad qilsanglar bo'ladi. Uy sharoitida o'rtoqlar. Videoga like bosib qo'ying, shunaqa uy sharoitida biznes qilmoqchi bo'lgan do'stingiz jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi degan umiddaman.